Любой shunday biziq telefonlar bo'ladigan bo'lsa, aytgansalar, o'zimizda servis xizmati ham bor. Boshqa raqamda qimmatroq qilamiz. Smart Setni kommentariya shovusini qo'yib beramiz. Endi sizlar xohlagan turdagi eski telefonlaringizni любой turdagi telefona obmen qilsangizlar bo'ladi. Assalomu alaykum, Xorazmiyalar kanalining obunachilari. Bugun navbatdagi yangilikni Face Samsungdan ko'rsatib o'tamiz. Bu ish nima yoki o'zingiz telefoningizmi? Ekrani siniq qoladimi? Endilikda o'zingizda foydalanib yurgan bu telefon ishlatilgan telefonlaringiz bo'ladimi obunachilar? Face Samsung endi obmen variantini boshladi. Bu deganimizki, faqat iPhone va Samsungning S variantini emas, xohlagan turdagi o'zingiz, ota-onangiz, aka-ukangiz, opa-singillaringiz ishlatib turgan xohlagan turdagi telefoningizni kelib turib, obmen barter qilib ketsangizlar bo'ladi. Bu obunachilar maket, endi seryozni olmanglar, bu haqiqiy telefon emas. Faqat shu sizlarga tushuntirib berish maqsadida, agar shunday tushib ketgan vaqtini, ushlab tushib ketgan vaqti ekrani sinadigan bo'lsa, sizlarga servis xizmatlarini ham arzon narxlarda qilib beradi ekanlar. Shu maqsadda tushuntirib ko'rsatib berdik. Bu maket yana bir marta aytamiz obunachilar. Do'kon adreslari Urganch gipermarketi Ko'na tunneldan chiqib kelavashingizda uglovoy joyda joylashgan bo'ladi. Hozir yangi telefonlar va yangi xizmat turlarini tanishtirib o'tamiz. Oldindan bir layklarni bosib, chiroyli kommentariyalarni yozib turasiz obunachilar. Assalomu alaykum, xo'janaza. Alaykum assalom. Sog'lik, yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Videoni chiqarganimizda ko'p o'qimadi, lekin yangilik bor deb ko'chada aytdim. Bor yangiliklar bor, xudoga shukr. Esa birinchi yerda e'lon qilib boshlaylik. Bo'ladi, esa birinchidan boshlayveramiz. Redmi telefonlar eng budjetli modelidan boshlaydigan bo'lsak, Redmi 9A 6/128 lik narxi 900 ming so'm. Bunga bonus ham bor. Agar shu telefonni oladigan bo'lsa, xalosa bir Bluetooth naushnik, yo Bluetooth naushnik kerakmi desa, belginli naushnik. Yo'q, bu ham kerakmi desa, именно mashinka olsalar ham bo'ladi. Narx o'zgarmaydi. Narx o'zgarmaydi va. Videoni oxirigacha ko'rib turing, hali yangilikni zo'ri obunachilar oxirigacha ko'ring. Xo'p, keyingisi bu telefon uchun emas, hamma telefonlarimiz uchun shu narsalar ishlaydi. Shunda Redmi, Poco, Samsung, Infinix bu telefonlar ishlaydi. Ketdi. Keyingisi narxi? Keyingi modelimiz Redmi A3. Redmi A3 4/128 ligi 1 million 100 ming so'm bo'ldi. Buni 64 lik ham, bu 64 ligi 950 ming so'm. 364 bo'ladi. Bu xo'janada galishlardan narximi yo bitadon narximi? Bizda bitadon narxi G'abek. Bitadon. Biz oxirgi bitadon bahasi. Keyingi modelimiz hozirgi vaqtda ko'p sotilib turgan, trendga chiqqan model Redmi 14C modeli 4/128 ligi 1 million 300 ming so'm aytib qo'ydik. Hech yerda yo'q baho. Nechida yo'q? Hech yerda yo'q, bunday baho yo'q hech yerda. Hisob. Garantiya. Garantiya 1 yil garantiya beriladi. Любой telefonlar. Keyin Redmi Note 13. Redmi Note 13 8/128 lik 2 million 100 ming so'm. Keyin Redmi Note 14 ham bor. Redmi Note 14 6/128 lik 2 million 100 ming so'm. Redmi Note 13 bilan Note 14 ning farqini aytadigan bo'lsa, buni batareyasi kuchlangan, ham dizayn ham o'zgargan. Yaxshilashgan. Yaxshilashgan. Xo'p, keyingi modelimiz Redmi Note 14 Pro. 8/256 lik 3 million 410 ming so'm aytib qo'ydik. Bular ham shu namiz ishlaydi. Bularni qo'shib beramiz. Shularni qo'shib beramiz ava. Bundan tashqari bizda muddatli to'lov bor, muddatli to'lov ham chiqarib beramiz. Masalan, novajaga qoladimi? Va pasport plastik Bo'lding. Plastik yo'q bo'lsa ham kelaversa, uni ham chiqarib beramiz. Pasportni o'zini. Keyin yana bir Redmi A5 modelimiz ham bor. 4/128 lik 1 million 200 ming so'm. Undan tashqari muddatli to'lov chiqadigan bo'lsa, masalan, 1 million 100 ming so'mlik telefonimiz muddatli to'lov hisoblab beradigan bo'lsa, ma'z aytaman. 136 ming so'mdan chiqadi ish. 1 yillab 136 ming so'mdan tushadi. Tushunarli. 1 yil oladigan bo'lsa, 136 ming so'mdan tushadi shu telefonimiz. Bundan tashqari bizda igroy Poco telefonlarimiz ham bor. Poco X6 Pro 5G 8/256 lik 3 million 650 ming so'm. Keyin buni 12/512 lik ham bor, 12/512 ligi 4 million 250 ming so'm. 4 million 250. Poco X7 Pro 512 ligi 5 million 100 ming so'm. Zo'r narxlarda. Bundan tashqari Og'abek bizda ko'rib turganingiz iPhone'larimiz ham bor. Bu ishning iPhone'larimiz ham bor. 2 million 300 dan tortib ta 10 milliondan bor. Endi bularning savolda o'zlarining telefonlari bor. Obmen variant bormi? Barter. Bor. Nima telefonlari? Любой telefona. Redmi olsan chiqib oladi? Redmi, Samsung,
Infinix любой telefon etkazsa, ustunda gelishib, qilamiz. Ustida doplata pulini to'laydi. Xalagan iPhone'ni olib biladi. Xohlang. Xalagan iPhone'ni olib biladi va. Xo'p. Shunda obunachilar endilikda sizlar Bu o'zlaringiz iPhone'lari Agabek 6 oy garantiya ham beramiz. garantiya. O'zlaringiz unda bu ishni bergan telefonlarning hammasini 6 oy garantiya? 6 oy garantiya beramiz. Bu ishni telefonlar uchun, iPhone'lar uchun. Qimmat qilasizlarmi ishga oladi? Masalan, hozir men boshqa yerdan ham sotib ketishim mumkin-ku. Boshqa yerga qaraganda qimmatroq qilamiz. Yo'q. Iloji boricha. O masalan, meni ekrani qirchilgan, korobkasi yo'q, ekrani kuygan bo'lsa ishga oladi. U servis xizmatlarimiz ham bor. Aha. Любой shunday buzuq telefonlar bo'ladigan bo'lsa, kelsalar, o'zimizda servis xizmati ham bor. Bo'lgan variant bor. Tushunarli. Keyin Samsung telefonlari o'tadigan bo'lsak, Samsunglarning eng budjetli modeli Samsung A05 modeli 4/128 lik 1.450.000 so'm. Keyin Samsung A06 ham bor, 06 1.500.000 so'm. Bu ham 4/128 lik ava. Keyin Samsung A16 modelimiz ham bor, 6/128 lik 2.50.000 so'm. Xalagan svetidan bor. Yangiliklar bor. Ava. Keyin A56 ham bor. Xalagan svetidan bor. Pameti 8256 lik, narxi esa 4.900.000 so'm. 4.900.000. 4.900.000 ava. 4.900.000. Bu ham 1 yil garantiya, ofitsialniy garantiyalar. Ofitsialniy garantiya bo'ladi. 3 xil svet, Xalan svetini olaveradilar. Xalan sveti Bu ham E24 ni shu variantlarga o'xshab chiqqandanmi? Ha, toza model. Ham 55 ga qaraganda sal yupqaroq chiqqan, qo'llar tutganda udobniyda. Endi qarang, men masalan menda aytganimdek bu ish telefonni berdimda, ish telefondan ketib biladimi? Biladi va. Bo'ladi, narxlab qolasiz-ku, to'g'ri? Va, narxlab qolamiz. Sotib ketish imkoniyati ham bormi? Bor. Uni ham bor. Sotib ketish imkoni ham bor. Xo'p. Keyingilari? Xo'p, keyingi modelimiz Samsung M35 5G modeli. Uni bahosi 3.200.000 so'm. Batareyasi 6000 bo'ladi buni. Keyin Samsung A55 ham bor. 256 lik 8 4.650.000 so'm. 55. 55. Zo'r telefon lekin vaqtimda. Endi blogerchilikni boshlayman, yangi ish boshlayman, kesamatda yetmaydirdi deyarli uchun esam olib o'tirmaydi, iPhone ham olib o'tirmaydi. Shu A55 lar zo'rda, 56 lar. 55, 56 lar zo'r. Ha. Zo'r telefon shular. Xo'p, keyin Infinix'larga keladigan bo'lsak, Infinix'larning hozirgi vaqtda eng budjetli modeli Smart 9 664 lik. 664. Smart 9 664 lik 1 million so'm aytib qo'ydik buni. 1 million so'm. 1 million so'm. Bu ham shu aytgan bonuslarim bor. Naushnik, xalasa naushnik, xalasa mashinka, xalasa alginning naushnik. Shunda 950 million tushib borar ekan bu shunda. Ava? Taxminan. Undan ham arzon tushib qoladi bu, hisoblasa. Zo'r. Xo'p, keyin uni 128 ekan bor, 128 dagi 1 million 100 ming so'm. 1 million 100. Keyin bizda dastavka xizmatlari ham bor. O'zbekistonning xalagan yeriga dastavka etib beramiz. Pulli bo'ladimi, bepul? Yo'q, bepul bo'ladi. Bepul. Bepul dastavka etib beramiz. Zo'r. Aha. Keyin Hot 50i 12/128 lik 1 million 350 ming so'm aytib qo'ydik. 1 million 350. 1 million 350 ming so'm. Hot 50i bu igroga yaqinroq telefonlardan birisi. Ha, igroga yaqinroq. Ochib ko'rstingmi? Ha? Dizaynni ko'rsatingmi? Onlayn pul tashlasam, shuni dastavka ham qilib berasizlar, savoat. Ha? Masalan, uydagilarga bir podarkalikka opasini akasini Klik orqali, masalan, Rossiyadan, Qozog'iston pul tashlab bersalar, o'yinda dastavka etib beramiz pulni. Bunday variantlar ham bor. Bunday variant ham bor. Любой turdagi telefonni qilib beradilar shunday. Ha? Garantiyalarni yozib, podarkalarni qo'shib qilib beramiz. Xo'p. Keyingisi? Xo'p, Hot 50i 256 lik ham bor, 256 ligi 1 million 500 ming so'm. Hot 50i 8 256 lik bo'ladi. Endi xo'janasa o'zim yangi telefon oldirajakman, sizdan masalan iPhone olajakman, Samsung S seriyasini olajakman. Shu telefonlarni zakaz asosida oldirib berib bilasizmi? Yo, nalichida bo'lammi, chiki oladi. Bu yerda yo'q telefonlar oldirib beramiz. Yo'q telefon oldirib berasiz. Oldirib beramiz. Chalmoqda taxminan boradi. Uzoqi bilan 1 kunda bo'ladi. Ha, 1 kunda. 1 kunda. Yo'q-qo'y. Undan ham tez ham bitishi mumkin. Zo'r. Keyingi modelimiz Hot 50 Pro. 16 va 256 lik. Dizaynni ko'radigan bo'lsangiz. Buni telefon o'xshaydi ekan bu dizayni. Samsung o'xshab ketadi. Samsung? Ya 56 gami? Samsung, ha, 56 o'xshab ketadi. Necha so'm bunning narxi? Az aytaman. 3 million chada bermang yana. Yo'q. Chekilmas bu. 2 million 80 ming so'm.
2 million yaqin ekanlar shunda. 2 milyon 80 ming so'm. Zo'r. Kimlarga tavsiya etasiz ko'pincha bu telefonni? Masalan, Instagram, YouTube shularsa ishlatadiganlar uchun dum zo'r. Rasm olish ham yaxshidan bo'ladi. Kamerasi ham yaxshi. Ava. Aha. Ekrani AMOLED ekran bo'ladi-da buni. AMOLED. Ekrani AMOLED ekran bo'ladi. Zo'r. Endi Ekran ko'rsatish sifatlari ham dum zo'rda. Undan tashqari Hot 50 Pro Plus degan model ham bor, 16 ga 256 lik. Bu ham dum moshni telefon. JBL kolonkalar bilan jihozlangan. O'zining dizaynini ko'radigan bo'lsa, dizayn ekranlari H, orqasi ham H. zo'r. Glazoklar yaxshi ekan, aldingisidan. Lekin ekran dizayn bo'yicha yarada ekan lekin. Korpusi, sredniy korpusi, alyuminiy korpusda. Flagman ko'ndaba, chiste. Почти flagmandan bir pastdan bu. Endi flagman versiyada chiqarilgan ekan, dizayn bo'yicha, sifat bo'yicha. Buni narxini ham tushirib qo'ydik buni. Buni narxi 2 million 400 ming so'm qo'ydik. O'zi 2 million 600, 2 million 650 sotilgan telefon. 2 million 400 ga tushirdik buni bahasini. Bo'lib to'lab bor bu telefonlar ham. Ava, muddati to'la bor. O'zining ichida shisha laminati, chexoli, zaryadchiki, naushnik ham keladi. Hamma joy qo'shiladi. Hamma narsasi o'zida. O'zida. Просто telefon nasala bo'ldi. Hamma narsa o'zida bor. Tushunarli. Xo'p, keyingisi? Keyingi modelimiz 040 16 ga 256 lik 3 million 400 ming so'm. 3 million 400. 30 ham bor. 035 ham bor, 3 million 910 ming so'm. 21 256 lik bor. Bu 5 yildan bor, shuning uchun sal qimmatroq. 5 bo'lgani uchun qimmatroq. Abi Keyin Note 40 Pro, Infinix Note 40 Pro 3 million 400 ming so'm, 16 ga 256 lik. Igroymi bu? Igroy desam bo'ladi buni. Yaqin shuna. Ava. Polni endi Pro bo'lmasam, zakonli. Endi az bir ikki PUBG'chilar yo'q qoldi, mana shu Infinix'da bir ikkisi ya no PUBG o'ynab turib reklamasi turibdi ekanda. Endi no modelligini ko'rolmay qoldim. Bilganlar bo'lsa kommentariyada yozib bering. Xo'p. Eng byudjetniga telefonlar necha so'mdan boshlanadi sizlarda? Eng byudjetni ko'rganingiz Redmi Ava, necha so'm? 9 ga 900 ming so'mdan boshlanadi. Ava. Bundan tashqari Techno Spark ham bor. Techno Spark Go 1 864 lik 1 million so'm narxi. 1 million ang. Bu 4,5G tutadi, 120 Hz da ishlaydi ekrani. Buni obunachilar yana bitta qaytib berib qo'ymaymi, bitarimi? Bu oxirgi bittadan bahasi, yana bonuslarimiz bor. Ha, bonuslarni qo'shib. Dizaynni ko'radigan bo'lsa, orqasi ham barxni ishlangan bu. Uning. No, bu? Tovarning. Materialdan ekan. Aha. Narxi necha so'm? Narxi 1 million so'm. 1 million ang. 1 million so'm. Dizaynga qaranglar, bunaqa dizayn sifat bir orqa taraflari ham необычный plastik korpus emasdan, chexolsam ishlasa bo'ladi deydi. 128 ekan bu, 128 lik 1 million 100 ming so'm qo'ydik. Pamit olarak. Pamit kattarog'i 1 million 100 ming so'm. Hop. Keyin Spark 30 8 ga 128 lik. Mana ham dizayni qo'shilay. Oq svet. Bunun narxına keladigan bo'lsak 1 million 250 ming so'm qo'ydik buni. Bu ko'pincha o telefon o'xshaydi. Xiaomi'ning qaysitadi? Mi Ultra. Ha, u shunga o'xshab ketadi. Tumalak-ku. Redmi'dagi 14 ham o'xshab ketadi. O'zi 2025 da ko'p telefonlar shuni tumalak kamera bo'lib chiqib turibdi-ku. Honor ham shunday. Ha, Honorlar ham o'xshab Honorlar ham o'xshab ketadi. Narxi necha so'm deysizmi? 1 million 250 ming so'm. 1 million 250. Xo'p, yana qaysi bor? Keyingi modelimiz Spark 30 Pro. 16 ga 128 liki 2 million 80 ming so'm. Bu ham shunga o'xshab ketadi bu model. Iloji bo'lsa shu telefonlarni kimlarga tavsiya etasiz? Kimlar uchun maslahat bersin? Yaxshi katta odamlar tushunmasligi mumkin, shularga bir qisqacha ma'lumot ham berib bersangiz. Abishni ishlatmaga zo'r telefon. Ekranlar AMOLED ekran bo'ladi, kamerasi 108 megapiksel, masalan Instagram uchun, YouTube'a ko'p video oladiganlar uchun dum noshli telefon shu. 05X bor bo'ladi. Bor. 2 kamera-ku. 3 kamera bu. 2 kamera. 2 kamera. 2 kamera bir switchga bo'ladi-da, 3 toshkali. Nelar ham bo'ladi. Ekranlar AMOLED ekran o'zi. 8S degan ekan bu. Xo'p, keyingisi Camon nerlari bu buni Tecno'ning variantlar ko'p bunda. Camon 30 shuni ham ochib ko'rsating. 12 ga 128 lik pamyati, o'zining ichida chexoli, shisha laminati, zaryadchiki, hamma narsasi o'zida keladi. Tayyor. Bomzo'r dizayn. Dizaynni ko'radigan bo'lsa, Orqa korpusi. qalqaram. Va shu uglovga qarab ketgan ekan buni ekan. Ej ekan bu. Yonib ketdi bu. Hozir o'zim yoqdim buni.
Ekran nasıl yürüteceksin lan? Biraz ölecek misin? Ha, hozir narxini aytadigan bo'lsam, Ekran. Hoşingi telefon ekan lekin. Sovg'a bir ota-onangizga bir apar bering buni. Buni cho'tga vaziyat bir ishlatsizlar shuni. Zo'r ekan. Buni dizaynni ko'ralardan ya Samsungni bilsangizlar, Galaxy S10 Plus'lar boradi-ku bunaqasi. Top o'z ekan lekin. Dizayni keyin boshqa şey ketgan. narxi ham arzon chiqqan 2 million 100. 2 milyon 100. 2 million 100 og'a. Zo'r telefon ya 2 milyon 100. Podarka ham dim zo'r turadi. Podarka o'zlari ishlatmaganmiz o. O'zida ishlatmagan, podarka ham dim moshlik. Avo. Dizayn bo'yicha maqtansa bo'ladi-da. Xo'p, endi og'a kommentariya shousidan bir qo'yib berlar, obunachilarimiz bor, ucharlasini qarang. Bo'ldi. Ko'p aholi qo'yilmadi. Kommentariya zo'r podarkamiz bor, Og'abek. Qani? Kommentariya bir qo'yib berlar qani? Shuni sayt. Smart sayt. Smart setni kommentariya shousidan qo'yib beramiz. Shundan chap aniqlaymiz buni endi. Shuni shartlarini ham aytaylik. Kommentariyada aniqlaymiz. Buni aytamiz esa, eng ko'p liking-ni obunachimizga 20-chasini qo'yamiz. 20sini qo'yaverik. Cho'zib o'tirmalasa. Cho'zib o'tirmali, 20sini qo'yamiz. 20 kuni kommentariyadan eng ko'p liking-ni obunachimizlarni ichidan topshiramiz obunachilar. 20-may kuni Instagram kanalimizda prямой efirda aniqlaymiz buni. Endi prямой efirda aniqlaymiz degani menimcha eng ko'p layklar ko'rinib turadi. Xudo xolasa layklarni yenglang, chiroyli kommentariyalarni yozing va ishi ko'rib turadi smart set sizniki bo'lishi mumkin. O'zi bir taxminan bir boncha so'm qo'yish bu? 500 ming so'mlik narsa bu. 500 ming so'm. Ha, original bu. Tekno brendining. Originali bang. Original bu. Bizlar ham birinchi yo'qmi? Korobkasidan ma'lum-ku. Teknoda bas ketdina bunacha brend tushirilgan, haqiqiy brend. Uni pustoy tuftaga vajamas. Bunacha qatnashma qilsa, mehnatingizga arziydigan 500 ming so'mlik. Zaruratliga qo'lasa yozligini masalan bu yerda bo'lsa, mes pustoy durmaydi. Chiroyli ishni satlarni osib berasiz. Obunachilar sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugun sizlar bilan birgalikda Face Samsungni asosiy filialini obzor qildik. Hozirda Dehqon bozorindagi menimcha filiali Abez remont bo'lgan. Abezda o'tibdi. Obunachilar hozircha kelib shu do'kondan, shu filialdan xohlagan turdagi bu ishni ishlatilgan yangi telefonlaringizni olib yoki o'zingiz telefonni sotib olib ketishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.